Video avvalda sizlarga Hans Minecraft kanalini tavsiya qilib o'taman. Albatta o'tib obuna bo'ling va kommentariyda mendan salom aytib qo'ying. U yerda juda ham qiziqarli Minecraft videolarini va seriallarini topishingiz mumkin. Armiya, qishloq, horror va yana o'nlab qiziqarli videolar. Chelak. Nima bo'ldi? Qayerdaman? Nima? Axir, voy, jin ursin. Oyog'im. Barcha obunachilarga salom, qolganiga esa mening ismim Darren va men Minecraft YouTuberman. Stop. Kiyimim o'zgaribdi. Nimaga men bu yerda turibman? Bu nima bo'ldi? Tushunmadim. Derb, uyg'onsang sandiqdan narsalarni ol va mernikiga kel. Nima? Shu yaxshimi? O'zidan o'zi qanaqadir binoga tashlab ketish va kitob berib qo'yish. Mayli, nima ham qilardik, lekin oyog'im juda ham og'riyapti do'stlar. Xo'sh, chips yaxshi. Durbin va suv bu yordamchi tayoq. Tushunmadim, qanaqa tayoq yana? Do'stlar, qo'ltiq tayoq. Nimaga yordamchi tayoq yozishgan bilmadim. Do'stlar, ana endi yengillashdi yurish. Mana bu boshqa gap. Yaxshi. Stop, lekin nima bo'lgandi o'zi? Menimcha eslayapman. Golem va men uni do'stlar, golem jitel mutantni portlatgan edim. Mayli, biroz ovqatlanib olishim kerak. Yaxshi. Endi suv. Ajoyib do'stlar. Bu yerda qancha yotgan ekanman? Menimcha kamida 2 kun yotganman, chunki juda ham qornim och va chanqab ketgan ekanman. Xo'sh do'stlar, uyim yopiq ekan. Mayli do'stlar, hozir merning yoniga borishimiz kerak, balki muhim gap bordir. Bekordan bekorga yozishmagan-ku. Taq. Mer, kiraver. Okey. Assalomu alaykum. Va alaykum. Darb, uyg'ondingmi? Uyg'ondim. Sizga juda ham ko'p savollarim bor. Birinchisi, menga nima bo'ldi? Sen golem jitel mutantni portlatding. Buni eslayman. Keyin nima keyin? Keyin biz seni o'sha yerdan topib oldik. Ustundagi kiyimlarchi? Qayerdan topganimizni so'rama. Yoki bizni kiyimlarni kiymoqchimisan? Yo'q, do'stlar, jitellarning kiyimidan ko'ra bu ancha yaxshi. Mayli, unda rahmat sizga. Aytgancha men qancha yotdim? 3 kun. 3 kun o'zim ham aytdim, eng kamida 2 kun deb. Bo'pti, mer bo'lmasa men ketdim. Menga ish yo'q. Yo'q, ketaver, damingni ol. Dam olishga vaqt yo'q. Juda ham ko'p ishlarim bor. Axir 3 kun yotganman. Aytgancha mer, meni avtomatim va pistoletim bor edi. Ularni topa olmadik. Qanaqasiga? Yo'q ekan. Tushib qolgandir. Mayli, bo'ldi, rahmat. Arzimaydi, kelib tur. Xo'p. Do'stlar, menimcha bu do'kon emas. Nega kelib tur dedi, bilmadim. Lekin mer kelib tur desa g'alati bo'lar ekan. Do'konchilar aytsa juda ham yaxshi, mer aytsa g'alati. Mayli. Do'stlar, uyda juda ham ko'p ishlar bo'lsa kerak. Hozir bu yerga, mana bu yerdan kiramiz. Sirli joyimizdan yaxshi ochamiz do'stlar. Zo'r. Bo'ldi, mana shu yerdan kiramiz. Hech kim yo'q, yaxshi. Asosiysi hech kim bilmasligi kerak. Sizlar va mendan tashqari, ya'ni obunachilarim va men bilsam bo'ldi. Boshqalar bilishi shart emas bu yerda sirli joy borligini. Bo'ldi, chiqib oldik. Endi ochamiz va xo'sh do'stlar, nima qilamiz? Birinchi navbatda YouTube ga kirishim va kommentariyalarni o'qishim kerak, chunki 3 kun yo'q vaqtim. Nimalar yozibsiz, menga juda ham qiziq. Va hozir nima bo'ldi? Mayli, olib qo'yamiz. Xo'sh. Hozir kommentariyalarni ko'ra boshlaymiz. Nima yozishibdi? Xo'sh. Hozir ko'ramiz. Jin ursin. Fermam. Yo'q, bo'lishim. Axir jin ursin qurib ketishibdi. Menimcha boshni jitellar qilishgan, chunki men yo'q vaqtim bu yerga kirishgan va narsalarimga tegishmagan-ku, lekin hosilim jin ursin. Mayli, hozir o'rniga ekib qo'yamiz. Mana menda ketmon va suv bor. Yaxshi hamki qolgan endi avvalgi videolardan killar birdaniga urug'larni ham olib olamiz. Mana menda 11 dona. Yo'q do'stlar. Killar nonni ham olamiz. Bo'ldi. Hozir esa bu yerdan chiqishimiz kerak va mana bularni qilishimiz kerak. Keyin kommentariyalarga o'tamiz do'stlar. Uzr, hozir o'qiy olmayman, chunki qanchalik tez fermani to'g'irlasak jin ursin. Mana bu yerga suv solishga bizda suv yo'q. Axir suv kasallangan. Mana bunday qilib qo'yamiz. Menimcha shu bir dona suv manbasi yetsa kerak hamma yoqqa. Bo'ldi do'stlar, mana ajoyib. Endi ekib chiqsak bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bo'ldi do'stlar, yaxshi. Afsuski yetmadi. Mayli, bular o'sib chiqsa o'rnini to'ldirib qo'yaman. Xo'sh do'stlar, hozir esa hammasini joyiga qo'yish kerak va qurollarimni yo'qotganim yomon bo'ldi do'stlar. Turganingizdek hech narsam yo'q. Kelinglar, mana bu
boltani olamiz do'stlar. Mana bunday o'chiruvchilar boltasi, buni qaranglar, katta va ajoyib. Istalgan kasallanganni mana bunday yorib tashlashi mumkin boshini. Ha do'stlar, menimcha bu montirovkadan ham ko'ra yaxshi bo'lsa kerak. Stop, bu yerdan Jennerson chiqish har doim qiyin bo'lgan. Mayli do'stlar, kelinglar kommentariyalarni ko'ramiz. Xo'sh, qani kiramiz YouTube'ga. Xo'sh, mana bitta kommentariy. Derb ichkaridagi temir eshikni taxta eshik qiling, yopib ochish qiyin bo'lyapti uy eshigini. Do'stlar, rostdan ham axir har doim bu yerga kirib chiqishga qiynalaman. Kelinglar, rostdan ham almashtirib qo'yamiz, chunki ichkari tomon juda ham xavfsiz. Bo'lmasa bloklar bilan qo'yib tashlashim mumkin bo'ladi. Asosiysi kirib chiqish osonroq bo'ladi. Ha, obunachim to'g'ri yozgan do'stlar, ajoyib. Va men eshiklarni qayerdan olishni bilaman, chunki kim eslasa avvalgi uyimda. Stop, bu yerga. Do'stlar, axir ana shu yerda portlagandi. Buni qaranglar qanchalik. Nursan, yo-mayo, mayli. Endi bu yerdan qanday sekingina tushsam ekan, chunki oyog'im shikastlangan va mana bunaqangi joylardan sakray olmayman. Sakrasam yana ham battar bo'lishi mumkin. Buni qaranglar do'stlar. Faqatgina shular omon qolibdi uyimdan. Xo'sh, mana do'stlar, 2 dona eshik bor. Bu yerga bu eshik qayerdan kelganini bilmasangiz, eng birinchi qismini ko'ring, chunki YouTuberlar qishlog'i serial bo'lib ketdi do'stlar. Men umuman o'ylamagandim bunday bo'ladi deb. Xato qildim. Okey, hamma ham xato qiladi, ayniqsa men. Bo'ldi, o'rinni yopamiz. Ajoyib. Mana shu eshikni joylab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh. Hoppa, bo'ldi. Endi esa buni sindirib tashlaymiz. Xo'sh, Jennerson. Bo'ldi. Endi bunisini olamiz. Yaxshi. Bo'ldi do'stlar, ana endi osonroq bo'ladi kirib chiqish. Bu yerda esa shundoq ham yog'och eshik turibdi. Bularni esa hozircha mana bu yoqqa solib qo'yaman. Bo'ldi. Mana shu yerda tursin. Lekin bilasizlarmi, temir eshik bilan bir narsa o'ylab topsa bo'ladi-ku, lekin bu yerda yerto'lani eshigi bor. Bu yerdan bunday qo'ysa bo'lmaydi. Yo, boshqa safar qilib ko'ramiz do'stlar. Bu yerda hozir umuman hech qanaqasiga qo'yib bo'lmaydi. Mana shu yerda tura qolsin. Do'stlar, bilasizlarmi? Juda ham yaxshi bo'ladi. Endi kirib chiqish oson bo'ladi. Undan tashqari biror nima bo'lsa bolta bilan. Buni qaranglar do'stlar. Bolta, ya'ni boltaligini bilaman. Qani buni do'stlar, ikkinchi qo'lga olish mumkin ekan. Buni qaranglar. Bu qo'limda mana bu tayoq, bunizda esa bolta. Ajoyib do'stlar. Qanaqadir jahldor boboga o'xshab qoldim. Boltali manyak bobo bo'ldim. Aslida kulgili emas, bilaman. Achinarli, aqldan ozyapman. Bo'pti. Kelar buni olaman, chunki ko'rinmayapti. Va birov hujum qilib qolsa, olgunimcha vaqt ketadi. Yopamiz. Xo'sh do'stlar, mana endi yana kommentariyalarni ko'ramiz. Xo'sh, nima yozishibdi bu yerda? Xo'sh, chordoq quring, u yerga keraksiz narsalarni qo'ying. Do'stlar, bilasizlarmi? Chordoq ajoyib fikr. Buni qaranglar, axir shundoq ham bu yerda katta joy bor va u bo'sh yotibdi. O'zimni xayolimga kelmaganini qaranglar. Bu yerda bemalol biz ikkinchi qavatni qurishimiz ham mumkin bo'ladi. Zo'rki do'stlar. Mana hammasini qilib bo'ldim. Sizlar uchun 1 soniya o'tdi. Men esa bu yerda 1 soat ishladim. Do'stlar, kreativsiz bularni hammasini qurish juda ham qiyin. Va hozir sizlarga nimalar bo'lganini ko'rsataman. Obunachimga bu g'oya uchun albatta juda ham katta rahmatlarni aytib qolaman. Bu yerda rostdan mana chordoq qurdim. Bu yerda bochkalar va ularning ichiga narsalar solish mumkin. Bu yerda esa kichkinagina balkon bo'ldi. Ajoyib. Buni yopamiz va kellar pastga tushamiz. Xo'sh, sekin. Bo'ldi. Asosiysi oyog'imni yana ham battar shikastlamasligim kerak. Yopamiz. Do'stlar, zo'r. Agar sizlarda ham shunaqangi zo'r g'oyalar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Balki kelasi safar sizlarning g'oyangizni qilarman. Lekin bu yerda nimadir yetishmayapti do'stlar. Buni qaranglar. Qandaydir g'alati bo'lib qolgan. Nimadir qo'yish kerak do'stlar. Nimadir qo'yish kerak. Bilmadim. O'zim ham bilmayapman. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozishingiz mumkin. Men esa keyingi kommentariyni hozir o'qib eshittiraman. Nima yozishibdi yana? Xo'sh. O'zingizga iloji bo'lsa, tomdan zirhlangan oynali tomcha qurib oling. Apokalipsis bo'lsa, tomga chiqib jang qilasiz. Do'stlar, aynan shu yetishmayotgan edi. Tomcha deganda bilasizlarmi, nima menga hayolimga keldi? Bilmadim, chunki 2 qavat bo'ldi. Hozir tom qura olmayman, lekin tomchali minora qurishim mumkin. Do'stlar, hatto orqamdagi binodan ham baland bo'ladi va ajoyib bo'ladi. Ana shu yerdan turib, agar vintovkam bo'lsa, uzoqdagi kasallanganlarni o'tishim mumkin bo'ladi. Do'stlar, obunachimga bu g'oya uchun ham katta rahmat.
Keyingisi, xo'sh, qishloq atrofiga kamera o'rnating. Shunda kasallangan jitellarni hujum qilishsa aniqlaysiz. Do'stlar, ajoyib g'oya, lekin kamerani qayerdan topsam bo'ladi? Bilmadim, qayerdan topaman. Shuning uchun yaxshisi minora qura qolay. Aqldan ozishi mumkin do'stlar, buni qaranglar. Ana endi uyim zo'r bo'ldi. Ha, kimdir aytishi mumkin, jinni chaqirding, yaxshi qura olmaysan deb, lekin menga juda ham yoqyapti do'stlar. Menimcha apokalipsisda do'stlar, chiroy hech qanaqangi rol o'ynamaydi. Bu yerda asosiysi xavfsizlik va ildam bo'lish. Mana bu yerdan turib do'stlar, uzoqlarni ko'rish mumkin. Albatta bu yerda tuman yaxshi ko'rmayapti. Lekin yaqinga kelishganda, do'stlar, ajoyib, hatto do'kon ham ko'rinyapti. Do'stlar, buni qaranglar, tomli minora, xuddi obunachim so'ragandek. Ajoyib, zo'r bo'ldi do'stlar. Ana endi bu yerdan otishimiz mumkin. Ham zombilarni, ham kasallanganlarni. Ajoyib do'stlar, gap yo'q, obunachilarim dunyodagi eng zo'r obunachilar. Boshqa hech qayerda bunaqangi aqlli odamlarni topish mumkin emas. Va siz ham juda ham aqlli bo'lsangiz, albatta kommentariyda g'oyangizni yozib qoldiring. Xo'sh, keyingisi, bazingizni o'tkir to'siqlar bilan o'rang. Qanaqa o'tkir sim to'siq haqida aytayaptilar shekilli, chunki o'tkir to'siqlar deganda men faqat sim to'siqni tushunaman. Hozir do'stlar, qayerdan olishni bilaman sim to'siqni, faqat bir jitilning yoniga borishimiz kerak. Albatta bu yer birozgina buzilgan, lekin nima ham qilardik. Xo'sh, bu yerdan albatta sakrab o'ta olmayman, chunki oyog'im shikastlangan. Mana jitil ichkarida o'tiribdi, juda ham zo'r. Kelinglar, hozir bu yerga qanday o'tsam bo'larkan? Sakrash variant emas, chunki oyog'im battar shikastlanadi, yiqilib tushishim mumkin. Mana 3 dona yer meni tutib turadi, chunki unchalik og'ir emasman. Hoppa, yaxshi. Kiramiz. Salom jitel. Salomdir, qalaysan? O'zingga keldingmi? Aha, jitel, sendan bir narsa so'rasam maylimi? Ha, albatta. Senda sim to'siq bor-a? Bir vaqtlar tuzoq qilgan vaqting ishlatganding. Ha, qolgan edi. O'shalarni menga berib tura olasanmi? Berib tura olaman, lekin bir shartim bajarishing kerak. Qanaqa shart yana? Oyimni oldini ko'rdingmi? Aha, Ana shu yerni tuzata olasanmi? jin ursin jitel. Ha, yana nimalar xohlaysan? Bo'ldi, shu yetadi. Ha, yetarmish. Bu qanchalik og'irligini bilasan? Meni oyog'im singan. Ha, bu mening momoyim emas. Mayli. Unda o'tiraver. Lekin do'stlar, bilasizlarmi? Jin ursin. Mayli, obunachilar uchun bu ishni ham qilishga tayyorman. Mayli. Asosiysi sizlarning aytganingizni qilishga. Bo'ldimi, ko'ngling tinchidimi? Ha, ichkarida bochka ichida sim to'siq. Bo'pti, rahmat. Arzimaydi. Xo'sh do'stlar, ko'ramiz. Bu yerda bu nima bo'l? Bu kiyimlar. Bu yerda ovqat. Do'stlar, mana. Bu yerda hatto narvon ham bor ekan. Mana do'stlar, bizga mana bu sim to'siq jin ursin qo'lim. Olish qiyin bo'ldi. Bo'pti, rahmat yana bir bora. Senga ham. Do'stlar, buni ushlash juda ham qiyin, chunki tikanlari bor. Bekorga sim to'siq deb nomlashmagan. Ham bu yerda tikanli to'siq desa ham bo'lar edi, chunki juda ham tikanlari ko'p. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Hozir yaqinlashtiraman. Mana zo'rg'a tutib turibman. Uchiginasidan ushlab mana. Xo'sh, balki mana bu yerdan qo'yarmiz. Yo'q, o'zim ilinib qolishim mumkin, jitillar ilinib qolishi mumkin, hayvonlar. Shuning uchun kelinglar, mana bunday qilib mana bu yerdan qo'yamiz. Hoppa, do'stlar, yaxshi. Uyimiz atrofini o'rab chiqamiz. Agar sakrab chiqishmoqchi bo'lsa yoki o'rmalab chiqishmoqchi bo'lishsa, sizlar menga ishonaveringlar. Ular sakrashni ham, o'rmalashni ham biladi, bu iflos. Kasallanganlar. Lekin ular ham bir vaqtlar jitel bo'lishgan. Bo'ldi do'stlar. Endi hech kim yaqinlasha olmaydi. Do'stlar, haqiqiy harbiy bazaga aylanyapti. Menimcha bu juda ham zo'r bo'ldi. Do'stlar, bilasizlarmi? Yana nima qilishimiz mumkin? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qo'yinglar, chunki menga juda ham qiziq va men o'zim ham biror nimalarni o'ylab topishim mumkin bo'ladi, lekin bunga juda ham uzoq vaqt egallaydi. Sizlar esa juda ham tez biror nimalarni o'ylab topishingiz mumkin, chunki 5000 kishisizlar, men esa bir o'zimman. Mayli do'stlar, sizlar bilan men Dermin bo'ldim va xayr. Xo'jayin, hammasi tinchmi? Nima qilamiz? Yigitlar tayyor turishibdi. Juda yaxshi. Hammasini chaqir. Boshlaymiz.